Xo'sh, birinchi burchak shtampidan boshlaymiz. Bir marta yasaladi, keyin shu bilan qolgan fayllarga hammasiga demak chizmalarga ko'chirsangiz bo'ladi. Podobiy bilan kirasiz. Mana bitta chap tomoni bosiladi. Ixtiyoriy tomonga mana 5 mm ni kiritib yana berib teshtirib ketaylik. Mana atroflarni olib tashlaylik. Podobiy 5 enter. Birta qator bo'ladi. Har qaysining oraliq masofasi 5 mm dan. Bu vertikal vaziyatda chap tomondagi chizig'idan bazadan olamiz. Demak 7, 17, 40, 55, 65, 135. Mana vertikal vaziyatlarni bo'ldi. Ortiqcha joyini o'chiramiz. Abrezatga kiramiz. O'ng tomoni demak, yuqoridan 5 ta qoldirib, pastdagi qismini o'chiramiz. Demak, endi mana bu tomon qoldi. 5, 10, 15, 20, 32. Bazadan o'lyapti hammasini. Bu bizga asosiy yozuvimizning o'lchamlari bo'yicha tayyorlik. Bu bo'ldi. Ana endi biz buni ichida yozuvlarni yozamiz. Qarang. Demak, mana bu yerda yozuvlarni yozish funksiyasi bor. Yana buni stroshni tekst deydi. Demak, keling oldin bitta nastroyka qilib olaylik. Izmenit text so pure. So pure tanlaysiz mana bu yerdan. Hissatasiga hozircha tegmaymiz. 15 xiyarligi termini zakrita. Demak, yozuvlarni yozishimiz uchun yetarli mana shu. Bunda stroshni tekst, demak biz mana bu yerda yozamiz. Demak, 4-chi yozasizmi? Bajardi. Keyingisi demak mana bu yerda. Tekshirdi. Keyingisi demak bizga qabul qildi bo'ladimi? Demak, qaraymiz, bularni mana sal o'rtaroqqa joylashtiramiz. Permissik yordam. Demak, bajardi. Familiyangiz nima edi? Karimova. Karim ismingiz? Qabul qildik. Endi o'qituvchining familiyasi ketadi. Nereden bunu olib qo'yamiz? Demak, keyingisi. To'liq o'zi buni ham tushuntiray sizga.
demak sana mana bu yerda fanni muhandislik va kompyuter grafikasi. Keyingisi topshiriqning nomi. Birinchisi demak tutashma va massiv elementlari bo'lsin. Probel tugmasi eng oxirgi ishni takrorlaydi. Bilamiz a? Massa demak. Mana diagonal bo'yicha o'linadi. Demak, bu ikkinchi varaq bo'ladi. Jami 5 ta deysiz. Ya'ni varaq. Tushundingizmi? Nomi guruh nom. Demak yetaqayizlam rubra Mana beraman. Keyingisi demak bu yerda o'zgaradigan narsa. Bitta demak mana bu o'zgaradi, topshiriq nomi, ikkinchisi mana bu yerda varaqning raqami o'zgaradi. Bu ikkinchi, birinchi raqam titul listi, ikkinchisiga mana ikkinchi topshiriq demak nomi bilan mana bu yerdagi raqam o'zgaradi. Bo'ldi. Demak birinchi ishni boshlaymiz. Xo'sh, mana shu yerdan bitta variantni olaman qarang. Mana bu variantni olamiz. Mana yoniga joylashtirdim. Demak, o'lchamlarga e'tibor bering barchasi. Mana shu o'lchamlar asosida demak biz buni bajaramiz. Demak 136 ga demak gabariti 200 ga. Ikki o'lchamli bo'lgani uchun. Xo'sh, to'g'ri chiziq funksiyasi bilan mana F8 ni bosamiz. 200. Demak keyingisi bir 136. Demak 15 mm yuqoriga mana bu yerga chop ketdi. Demak mana bu masofa mana 15 mm. Keyingi masofaga e'tibor bering. Demak yuqoridan pastga qarab kelyapti.
Demak, mana bu yerda 88 mm ni tepaga chiqazamiz. Demak, chapdan o'ngga bitta vertikal markazlarni topish uchun olamiz. 86 bo'ldi. Demak, keyingisi yuqoridan pastga qarang. 40 mm va 85 mm ikkita aylananing markasini topishimiz uchun kerak biz. Demak, mana shularni olamiz. Kattaroq 40 85 mm qo'shilsa 125 bo'ladi, shundaymi? Ya'ni bazadan olinyapti. Mana bu yerda o'lchamni ko'rishimiz mumkin. To'g'ri. Xo'sh. Aylanalarni bajarishdan boshlaymiz. Demak, birinchi katta aylananing diametri 74 bo'lsa, uning radiusi 37 mm. Demak, mana bu yerda 37 mm mana kiritildi. Probel tugmasini bosamiz. Demak, uning markazidagi kichkina aylana radiusi demak 19 bo'ladi. Diametri 38 ga teng. Tepadagi aylanalarning o'lchamlari 48 va 20. Aylanaga kiramiz. 24 radiuslari bajarildi. Mana bu yerda 36 va 105 radiusli tutashmalar bajarilgan. 105 radiusli ichki tutashma, ya'ni 36 radiusli yo'q esa tashqi tutashma. Demak, soprajeniya belgisiga kiriladi. Sichqonchaning o'ng tomoni bosilib, radius 36 kiritildi. Aylananing ikkita tomoni belgilandi va o'zi avtomatik tartibda topadi. Ichki tutashmani bajarishimiz uchun aylana funksiyasiga kiramiz. Sichqonchaning o'ng tomonini bosamiz. Kasatilni radius, demak mana bu yerda bitta nuqtasi, ikkinchi tomonda mana teng yarmidan yuqorisi va 105 mm kiritildi. Ikkita katta aylana yuqori va pastdagisi belgilanib, abrizat tugmasi tanlanadi. Ortiqcha qismini ustiga bosilsa o'zi o'chiriladi. Keyingi masofa, demak bizga mana bu 105 mm chizilgan aylana yo'yimizga, ya'ni ichki tutashmamizga 30 mm masofada parallel ko'chirishimiz kerak. Ikkalasining markazi bitta bo'ladi. Mana bu yerda podobiy tugmasiga kirib, mana ixtiyoriy bitta tomonda bosamizda 30 mm ni belgilab, tanlangan chiziqni mana ol. Qaysi tomonga yo'naltirsangiz, shu tomonga parallel ishlaydi. Keyingisi, demak bizga aytyapti, demak mana bu yerda 15 mm masofa ichkariga kiryapti. Vertikal chizgan 200 mm masofamiz bor. Mana shunda 15 mm chapdan o'ngga mana kiritdik. Demak, bu masofa kiritildi. Endi demak, mana bu yerdagi radius masofasi ham bor. Xo'sh. Soprajeniyaga kiramiz. O'ng tomoni radius, demak 15 enter. Yani bizga mana bu ikkalasi bo'ladi. Yani bu masofasi. Mana shu bilan. Mana bu yerda bu yergacha kelyapti. Lekin biz mana bir tekshirib ko'ramiz. Bu yergacha emas ekan. Podobiga kirib emas mana bu yerda. Demak, keyingi masofa 60 mm, demak mana bu yerdagi masofasi bor ekan.
перевод qilamizda. O'ng tomonga demak o'tkazamiz. Ikkalasi 90 bo'ladi. Demak, bizga aytyapti, mana shu yergacha kelinib urinadigan radiusi. Radiusi 12 mm. Ikkinchi tomonda esa radiusi 18 mm bo'lgan aylan. Demak, aylanaga kiramiz. O'ng tomonni kasatilni radius, mana bu ikkalasini belgilaymiz. 12 enter. Ortiqcha joylari demak mana bu yerda o'chiriladi. Ikkinchi tomoniga endi e'tiboringizni qarating. Demak, bu yerda bizga radius 18 mm. Aylanaga kiramiz. O'ng tomonni kasatilni radius, demak mana bu yerda ikkita urinuvchi nuqtalar tanlaymiz. 18 enter. Demak, abriza tekrarladi, mana bu tomonlari o'chiriladi. Mana bu joyi ham o'chirilgan ekan. Demak, ortiqcha joylarni olib tashlaymiz. Yana qayerda? Demak, mana bu yerda joy bor ekan, mana 22 mm. Mana bu markazdan ikkita tomoniga 11 mm dan nusxa ko'chiramiz. Bo'ldi. Va mana shu yerda radiuslar 10 mm bo'lgan tutashmalarni bajaramiz. Сопряжение kiriladi. O'ng tomoni radius 10 enter. Mana bu. Mana bu yerda birozgina bitasini uzamiz. Сопряжение o'ng tomoni radius 10 enter. Demak, mana bu ikkalasi. Keyingi tomoni nima bu ham 12. Demak, chizmamiz tayyor bo'ldi. Ortiqcha joylarni o'chirib tashlaymizda, demak, rasmiylashtiramiz. Kerak emas. Asosiy chizig'imizni mana 5 mm chiqazib qo'yamiz. Simmetriya chizig'lari. 10 mm chiqazib, eng markaziga olib kelinsa ham ikki tomoniga 5 mm dan qoladi. Xo'sh. Demak, bizga chizmamiz tayyor bo'ldi. Demak, asosiy chiziqlarga belgilab olsak yetadi. Demak, chiziqlarni belgilaymizda chizim ustiga keltirib bo'lsak, asosiy chiziqlarga yetkazadi. Mana bu yerda bu chizim ham asosiy chiziq. Endi o'lchamlari qo'yiladi. Demak, o'lchamlarini novi deymiz. Kopiya beraversin. Strelkasi demak 3 0 demak, chiziqlari 0.25 qilaylik. E'tibor bering mana shu joylarga. Demak, bu bo'ldi. Tekstni isok berib tanlangan va vысотасini 5 qilamiz. Bo'ldi. Единицасini 0 ga tenglashtiramiz. Bitta joy qolib ketishimiz. Mana bu yerda 1 soglasi. O'lchamlarning qo'yilishiga e'tibor bering. Demak, mana bu chiziqlarni chiziq turini belgilab olaylik. Ya'ni markaz chiziq.
markaz bizga. Bu ham bizga markaz. Demak, markaz chiziqlarimizni ham qalinligini 0.3 mm qilamiz. Demak, bizga mana bu markazda nuqtasi bo'lmasa kerak. Demak, demak, umumiy uzunligi 136. Sal yo'lroq olaylik. İşte tomonunu belirleseyiz özü ko'rsatadi. Qaysini o'lcham qo'yilishi. Qolmadi. Endi radius masofalarini qildiramiz. Mana radius belgisi o'zi bor. Deyarli 29 da bu. Mana bu yerda buton qilib qo'yaylik shu. Diametr belgilari qo'yildi endi. İşte kamchilik bor ekan, o'zimiz tuzatib o'rganamiz. Demak, izminit kopiyaga kiramiz. Mana o'zgartirdi. Bu bo'ldi bizga. Mana buni olib tashlaymiz endi. Xuddi shuni o'zini 3D modelini yoniga joylashtirib qo'ysak ham bo'ladi. Bu uchun demak chizilgan chizmamizdan bitta nusxa olamiz. Mayli keling, mana ramkadan tashqariga chiqazamizda o'lcham va markaz chiziqlarini olib tashlaymiz. Endi biz buni ixtiyoriy o'zimiz loyihalaymiz. Demak, keling mana bu yerda mana vitiagoniy funksiyasi bor. Buni silindrlardan boshlaylik. Demak, 45 mm olaylik. Ikkita silindrlarimizni mana bu masofani 15 oldik. 30 bo'lsa. Demak, 45. Mana bunamiz 45. Demak, mana bu yerda uch o'lchamli tasvirga yetkazamiz. Mana qarang. Demak,
markazga keltirib joylashtirishimiz uchun. Keyin biz bularni mana bizga birorta ma'qulroq, ochiqroq rangni tanlab olamiz, misol uchun. Demak, bizga mana bu biz bularni birlashtirdik. Bular yaxlit bitta bo'ldi. Endi qarang, biz mana buni 30 mm oldik qalinligini. Mana bu demak, biz buni 45 olingan bo'lsa, o'rtada 30 mm masofa qolyaptimi? Farq. 15 mm ga ko'tarilsa, demak, bu bizga markazga tushadi. Endi keyingisi 7,5 mm ko'taramiz endi. Teng markazga joylashish uchun. Объединение funksiyasini olib kelib, barchasini bitta qilamiz. Bizga detalimiz tayyor bo'ldi. Bundoq olib kelinadi mana. Mana ostidagi qolibni olib tashlaymiz. Bu yerga buni joylashtirdik. Ikkalasi ham sig'ishdi. Ozgina mana buramiz endi. Minus 30 gradusga buramiz. Mana ostidan ko'rinishga qo'yib. Mana bu yerda detalimiz haqida salgina tasavvur o'sib bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu birinchi ishimiz.